Qara, hozir yashil yonadi. Sekin siplenani qo'yib yuborib, gazni sekin bosasan. Shoshilma faqat. Ha. Davay, bos. Hop, hop, to'xta endi. Boshqatdan zavoddan sekin shoshma. Hozir! Nega shoshadi bular orqadaning? Davay, bir yo'l sekin, ha. Tekshiraymi, kelin tuzukmi? Ha, yaxshi. Anaqa. Siz ketura qoling aka. Menimcha 2-3 soat shu yerda qolib ketsa kerak. Erta ishga borishingiz kerak, charchab qolasiz. Yurasanlar, yomg'irda kechasi taksi qidirib o'zim olib qo'yaman. Ozgina pulingiz bormi aka? Bor. Nor olib kelish kerak, nima qilish kerak? Ha, ozgina dorilar yozib berdi-da. Shunga olsin. Aka, assalomu alaykum. Eshigingiz tagiga keluvdim. Tashqariga chiqa olasizmi? Aka, men bor uzr. Harakat ekan. Ukam sal yoshli qilib qo'yibdi. Hozircha shuni olib turing. Yetmaganini yana qilib beraman. Bo'pti, nima ham deymiz? Ehtiyot bo'lsin-da, aka, pravasi ham yo'q ekan-ku. Uzr aka. Yosh bo'lasan hali ham. Harakat boshlaymiz. Ol bu yoqqa kaltni. Bo'l. Yaxshi kunlaringizga haydab yuring aka. Ancha katta bo'lib qo'rsam ekan. Endi faqat anu bantiklar qilib, akamga deb yozdirib, muzika qilib o'tirman. Yosh bolamiz seni qo'y. Ha, shunda olib kelverdim. O'tiring, haydab ko'ring. Bismillahirrohmanirrohim. Kalti qani buning? Tormozni bosib turib, ham knopkani bosing. Ha, ana bo'ldi. Qo'ydi. Buni hidini qara buni. Yengida hali.